Agar kimdir premium darajasidagi crossover qidirayotgan bo'lsa, $130,000 ga GLS 450 olib kelib qo'ydim, ko'ringlar. 2024-yil kraskasi top-toza bo'lgan BMW 450 holatlari ideal. Ko'rib turgan rangilar bu Brooklyn Grey deyiladi. Kimlardir Narda Grey deydi. Xullas ahamiyati yo'q. Mana bu 4 yengli diska bolalar qo'yib qo'yishgan ekan. Motor hadov korobkalari zo'r. 360 kameralari ham bor, unda putlari ham ideal holatda turibdi. Beskluchovый достуp, tonirovkalarigacha bor. Abduf Abagrev pamять sидения, Brudnester akustikalarigacha bor. 36,000 probeg. Mashinani ko'rsanglar bo'ladi. Salonlarni ham holati idealniy bo'lib turibdi. Qoraga korичневый salon. Salonlarni ham urinib ketmagan holati. Ustinglarni olib kelib bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga orqalarini ham ko'rsataman. Orqalari ham mana o'zi avtomatik tarzda o'zi ochilib yopiladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana 7 ta mestali mashina. Dunyoda aytaman eng premiumli mashina. Shu ana takoy okalar haydab yuradigan mashinalar. Xullas shu mashina kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerni qoldiraman. Aloqaga chiqsanglar, lokatsiyalarni tashab beraman. Mashinani kelib ko'rib, ustinglar bilan tekshirib olasizlar. Topilgan mashinalar bo'lsa, telefon qilsanglar, 10 minutda ishni hal qilib beramiz. Avtovolka nomerlardan telefon qilinglar, telefoningizdan kutamiz. Mashinaning rangi ham o'zi ham o'zgacha. Shunaqa mashina qidirib yurgan aka-ukalarga tashab qo'yinglar.